Do'stlar, qarab turganingizdek bizning fokusimiz choynakni o'zida turibdi. Aslida bu yerda turishi kerak. Ko'rib turganingizdek bu yerda turishi kerak. Hozir keltirishga harakat qilib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, hozir aylantirishga harakat qilyapman, lekin buni o'ziga yarasha muammolari ham bor. Ya'ni kamchiligi. Ya'ni bu yerda hozir ko'rib turganingizdek, bu fokus bu yerga kelishi uchun biz buni shunday ahvolga keltirishimiz kerak. Lekin bizdagi kamchilik bu simni kaltaligi, ya'ni bu sim kaltalik qilyapti va biz xohlagandek ko'rinishga kelmayapti. Har tomonlama hozir ko'ryapmiz. Bu yoqqa tortib, bu yoqqa tortib fokusini to'g'rilashga, lekin to'g'rilamayapti. Buni siri nimada deb o'ylasak, buni 3 oyoq bo'lganligi. Ya'ni bu 3 oyoq bo'lganligi bir kamchilik bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu 4 oyoq bo'lganda, bu yoqda ikkitasi, bu yoqda ikkitasi bo'lganida, balkim fokusimiz to'g'ri bo'ladi. Bizni to'g'rilab o'tirishimizga imkon qolmasdi.